Assalomu alaykum. Mercedes-Benz C-Class 200 Avantgarde mashinamiz ideal holatda, kuzov toza, kraska tegmagan. Mashinamiz 6,5 million won. 2009-yil 146 ming kilometr yurgan. Benzin 3-avlod. Mashinamizni texnik holatga kelsak, kraskasi toza. Atrofda urilgan, qirilgan joylari ham yo'q, alishgan detali ham yo'q. Bitta mana yoqqan joylari ham yo'q. Ideal holatda. Mashina вообще klass. Просто shu yili eski и kilometri shu ko'proq yurgan 146 ming 2009-yil. Kimga kerak bo'lsa 6,5 million won kelib test drayving qilib ko'rishlari mumkin. Balon holatlari ham normalniy. Salonlari mana pokiza. Oldi salon, elektronik sidena hamda sidena panoramalari bor. 2009da chiqqan Mercedes-Benz mana shu holatda. Ko'raverasizlar ekanlar kelib bemalol 6,5 million won. Mashinamiz luki bor ekan.